17-kun azizlarim, hammaga assalomu alaykum. Xayrli tong, tonglaring muborak bo'lsin. Bugun yugurib tushdim. O'zbekistonimiz bayrog'ini internetdan topib oldimda burchagiga qo'yib qo'ydim videomda. Qaranglar qanaqa chiroyli. Baribir o'zimiz bayrog'imiz chiroyli, mehrli. Bugun juda ham shoshyapman. Yugurib tushdim. Mana nima oti? Sohibjamol va Maxluqda darvozasidan ham chiqdim. Dugonalarim meni kutyapti, chunki bugun uxlab qolibman-da. Endi yugurib keldimda, mana ularga yetishib oldim. Endi ko'chalardan yugurib ketyapman sport bilan shug'ullanish uchun. Azizlarim, hammalaringizga tong muborak bo'lsin. Mana dugonalarim ham chiqib qoluvdi yo'ldan. Dugonalarimni ham videoga oldim, shular ham qolib ketmasin deb. Bu yerda shunaqa ham ko'p to'ng'iz, muncha ham emas. Mana bu do'stim bilan ham mana qaytyapman. Yugurib. Bugun ishlarim juda ham ko'p edi. Shuning uchun ertaroq borib ertaroq qaytyapman. Har doimgidan ko'ra bugun erta qaytyapman. Hammalaringning kunlaring yaxshi, chiroyli, ko'ngillaringdagidek o'tsin. Sog' salomat bo'linglar azizlarim. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Allohimga omonatsizlar. Menga like bosib, obuna bo'lishni hech qachon unutmanglar. Yangi kirganlar, kuchugimda qaranglar, tashqarilarga qarayapti, pastlarga qarayapti. Sog' salomat bo'linglar azizlarim. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonatsizlar.